Bir asar tarixi. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Sizga bo'lgan samimiyat va ehtirom ila eshittirishimizdan boshlaymiz. Studiyada boshlovchi Ma'murjon Abdiyev. Bugun biz o'zbek adabiyotining eng sara tarixiy ahamiyatga ega, dunyoning turli tillariga eng ko'p tarjima qilinib, kitobxonlarning sevimli asariga aylangan Ulug'bek xazinasi romanning yaralish tarixi haqida hikoya qilamiz. Salkam 55 yil avval O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubovning katta mashaqqat va izlanishlari, moziy haqiqatlarini to'la o'rganib, uni badiiy inkos ettirish yo'lida sa'y-harakatlari o'laroq dunyoga kelgan mazkur asar haqida adibning o'zlari anchayin qiziq va ahamiyatga molik ma'lumotlarni gapirib berganlar. Bu nodir yozuv radiomizning oltin xazinasida saqlab qolingan. Shu bilan birga adibning qator asarlari ustida ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchi, adabiyotshunos Jahongir Komiljonov bilan ham Ulug'bek xazinasi romani xususida muloqotda bo'ldik. Dastlab suhbatdoshimiz mazkur qiymati baland, badiiy barkamol asar haqidagi mulohazalari bilan o'rtoqlashdi. O'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo'lgan Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi romani o'zining tarixiy, falsafiy va badiiy mazmuni bilan nafaqat o'zbek adabiyoti, balki butun turkiy xalqlarning madaniy xotirasida o'chmas iz qoldirgan asarlardan biridir. Bu roman o'ziga xos yaratilish jarayoni, davrning ijtimoiy-siyosiy sharoiti, yozuvchining ichki kechinmalari va tarixiy haqiqatni badiiy talqin etishdagi mahorati bilan ajralib turadi. Roman yozilishining tarixiy ildizlari avvalo yozuvchining milliy tarixga, xususan buyuk bobogalonimiz Mirzo Ulug'bek siymosiga bo'lgan qiziqishi, ehtiromi va bu qahramon obrazda o'z zamonasining nurafshon timsolini yaratishga bo'lgan intilishidan boshlanadi. Odil Yoqubov uzoq yillar davomida Mirzo Ulug'bek hayoti va faoliyati, uning ilmiy merosi, siyosiy kurashlari, shaxsiy fojiasi haqida tarixiy manbalarni o'rgandi. Asar muallifi muqaddas tarixni chuqur anglash bilan birga uni zamonaviy o'quvchiga tushunarli va ta'sirchan shaklda yetkazishga harakat qildi. Romanning yozilishi oson kechmagan. Yozuvchi o'z intervyularidan birida aytishicha, u bu roman ustida 10 yilga yaqin ishlaydi. Bu vaqt mobaynida u faqat tarixiy faktlarni yig'ibgina qolmay, balki o'sha davr muhitini, odatlari, ruhiyatini, har bir qahramonning ichki kechinmalarini teranlik bilan his qilishga intilgan. Ayniqsa, Ulug'bekning ilmparvarligi bilan uning siyosiy faoliyati o'rtasidagi ziddiyatlarni ochish, uning farzandi Abdulatif tomonidan qatl etilishi kabi fojiali lavhalarni badiiy sadoqat bilan aks ettirish yozuvchidan nafaqat kuchli irodani, balki nozik estetik sezgirlikni ham talab qiladi. Romanning yozilishiga turtki bo'lgan sabablar orasida yozuvchining insoniyat tarixida fidoyi olimlarning qismati haqida o'zining ichki fikrlarini ifoda etish istagi alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. O'tkir zehn va serqirra ilm egasi, shohlik rutbasiga erishgan chog'ida ham yuksak insoniylik fazilatlarida sobit turgan Mirzo Ulug'bek zamonasi, uning shaxsiyati va hayot yo'li haqida asar yozishga undagan omillar xususida Odil Yoqubov shunday eslagan edilar. 70-yillarning boshida Radik degan bir alpinist bor edi. O'shani Pravda Vostokada kichkina bir maqolachasi chiqqan ediki, xalqning orasida Ulug'bekning juda ulkan, katta kutubxonasi bo'lgan. Ulug'bek fojiasidan keyin u kutubxonaga bir xavf xatar tug'ilib, u tog'larga olib chiqib yashiringan degan bir shuni qidirish kerak deb. Bu maqolachaga men ko'p e'tibor bermadim, lekin bir oy keyin Andronikov degan juda mashhur bir adabiyotshunos bo'lardi. Haqiqatan bir juda buyuk topilmagan she'rlarini topgan, Lermontovni yo'qolib ketgan she'rlarini topgan, juda ham ajoyib, uni tanqidiy adabiyotshunoslikka oid maqolalarini roman o'qiganday o'qilardi. Shu odamning maqolasi chiqdi, shu Radikning gapida jon bor. Albatta Ulug'bekning katta kutubxonasi bo'lgan va u o'sha tog'larga olib chiqib o'sha yashiringan degan gaplarda jon bo'lish kerak. Uni qidirish kerak. O'zbekiston Fanlar akademiyasi shug'ullanishi kerak degan. Shundan keyin men qani buni bir ko'rayinchi deb Samarqandga bordim. Samarqandda bir haftacha o'sha Ulug'bek madrasasi, rasadxonasi, qurgan xonaqohlarni qoldiqlarini ko'rib, menda demak juda katta
katta bir taassurot qoldi. Ungacha men Samarqandda bo'lmagan edim deyarli, lekin men o'shanda esimda bor, rasadxonani ko'rganimda, ayniqsa rasadxonadagi sudsi faxri o'sha bir qismi saqlanib qolgan. Rasadxona saqlanib qolgan emas, lekin o'sha bir qismi sudsi faxrini. Bu haqiqatan ham o'shani ko'rganda men Ulug'bekning buyukligi haqidagi gaplar shunchaki bir gaplar emas. U haqiqatan ham o'z ilmini, o'z munajjimlik ilmini, astronomiya o'zi yaratgan maktabni haqiqatan ham ilmi riyoziyat deymiz, matematikaga asoslangan, handasa deymiz, geometriyaga asoslagan va bu ilmlarni haqiqatan ham dunyo miqyosida chuqur bilgan bir buyuk inson bo'lganligiga iymon keltirdim. O'shanda ishondim. Men avval bir qiziqarli qissa, qanday qilib bu kutubxona yashirildi, nima bo'ldi haqida yozmoqchi edim. Fikrim meniki o'zgardi. Tarixdan ma'lumki, tengsiz ilm sohibi, shu bilan birga adolatli shoh timsolidagi Mirzo Ulug'bek o'z o'g'li sabab fojiaviy halok bo'ladi. Aslida bu toju taxt yo'lidagi qabohat o'yini edi. Urush va notinchliklarga aslo yo'l qo'ymagan, madaniyat va ilm-fan rivojiga homiy bo'lgan Mirzo Ulug'bekning fojiasi ham uning o'zi kabi ulug' edi degan edi suhbatda Odil Yoqubov. Ana shu jihat ham asarning mohiyatini to'la ochib berishda muhim ahamiyat kasb etdi. Shu o'rinda suhbatdoshimiz Jahongir Komiljonov Ulug'bek xazinasi romani yozilgan davrning qaltisligi nuqtai nazaridan asarning nechog'lik katta jasorat bilan dunyoga kelgani haqidagi fikrlarini shunday bayon etdi. Odil Yoqubov bu romanni 1970-yillarda yozadi. Bu davrda Sovet ittifoqida islom, tarixiy shaxslar va din bilan bog'liq mavzular siyosiy jihatdan ehtiyotkorlik bilan yoritilar edi. Ulug'bek tarixiy, ilmiy va madaniy shaxs sifatida ideologiyaga zid bo'lmagan tarzda tasvirlanishi kerak edi. Ammo Yoqubov bu doirani kengaytirib, Ulug'bek obrazini faqat astronom yoki tarixiy shaxs sifatida emas, balki ma'naviy iztiroblarni boshdan o'tkazgan fidoyi inson sifatida ochib beradi. Tarixiy manbalarga ham tayanadi Odil Yoqubov bu asarni yozishda. Yoqubov asar ustida ishlayotganda quyidagi manbalarga murojaat qiladi. Abdurazzoq Samarqandiyning Matla as-Sa'dayn asari, Ulug'bek zijlari va rasadxona tarixiga oid hujjatlar, sharqiy tarixshunoslikdagi ilmiy tadqiqotlar, ulardan ba'zilari o'sha davrda Ozod Sharafiddinov va Sharof Rashidov tomonidan Odil Yoqubovga tavsiya qilinadi. Asarning nomiga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, asar ilk qo'lyozmasida Xazina qidiruvchilari degan nom bilan yuritiladi. Chunki asosiy syujet Ulug'bek vafotidan keyin uning xazinasini qidirayotganlar haqida edi. Biroq muallif keyin bu nomni o'zgartirib Ulug'bek xazinasi deb nomlaydi. Bu orqali ilmiy merosga urg'u beradi. Albatta adib o'sha davr muhitini, mavjud vaziyat va munosabatlar, tarixiy dalillarni chuqur o'rganmasdan shu qadar teran asarni yoza olmasdi. Yillar davomidagi o'rganish va tadqiqotlar Ulug'bek xazinasi romanining haqqoniy va xalqchilligini ta'minlashga xizmat qildi. Bu haqda zabardast yozuvchi Odil Yoqubovning o'zlari shunday xotirlagan edi. U paytda Samarqand hozirgi darajada masala eski shahri turgan edi o'sha payt. Hozir ham bor bir qismi, lekin eski shaharni o'sha 500 yil avvalgi qiyofalarini ko'z oldingizga keltiradigan o'sha tor ko'chalar, kichkinagina hovlichalar, naqshinkor, masalan, o'ymakor eshiklar. Men o'sha kechalarda o'sha 500 yil, 600 yil avvalgi hayotni tasavvur etish uchun kechalari yurib chiqqanman, aylanib chiqqanman. Kunduzi alohida, kechalari o'sha ko'chalardan yurib. Keyin Ulug'bek haqidagi undan keyin kitoblarga kirishdim o'qishga. Bu Abdurazzoq Samarqandiyning ajoyib kitoblari, ayniqsa akademik Barteltni Ulug'bek va uni davri degan mashhur asari, keyin Van Berining asarlari, o'zimizni o'sha Mirxon, Xandamir, ular hammasi tarjima bo'lmagan, lekin tarix navislari bilan gaplashib yurib, keyin fikr haligi bir sarguzasht qissadan bu juda chuqur bir masalalarni o'rtaga tashlash mumkin ekanligini, masalan, vafo va jafo, sadoqat va xiyonat, diyonat va xiyonat, shogird ustoz munosabatlari, bu hammasi bugun bor voqealar. Ulug'bek davrida shunday masalalarni ko'rish, aks ettirish mumkinligini sezganimdan keyin Samarqandga tez qatnaydigan bo'ldim. Ular Ulug'bek haqidagi, bobomiz haqidagi asarlarni ko'p o'qiydigan bo'ldim. Shunaqa qilib yurib, endi asta-sekin bu kichikroq bir asardan shakllanib, 4 yillik uzluksiz mehnat oqibatida bu 74-yili Ulug'bek asari chiqdi. Insoniylik, ilm va ma'rifat, haqiqat va adolat Mirzo Ulug'bek intilgan va hamisha kurashib yashagan tamoyillar edi.
Saltanat boshqaruvi toju taxt o'rtasida qolib hamon o'z tamoyillariga sodiq holda faoliyat yuritishga intilsa-da, bu ikki qutb aro aziyat chekishi uning ichki kechinmalari va qalb tug'yonida aks etadi. Ayni shu ziddiyatlar o'sha mash'um fojiaga olib boradi. Tarixiy haqiqatni bor bo'y basti bilan aks ettirishdan tashqari, uni badiiy sayqallash, kitobxonning qalbi va ongiga yetib boradigan darajada takomilga yetkazish ham adibdan chuqur tajriba va mashaqqat talab qiladi. Ulug'bek xazinasi romanining o'quvchilarga sevimli bo'lishi va adabiyotimizning shoh asarlari qatorida e'tirof etilishida qator omillar zamin bo'ldi. Jumladan asarning yozilish tili ham. Bu asar ham samimiyat bilan bobomizni haqiqiy buyukligi va uni boshidan o'tgan cheksiz fojialarni tasvirlariga ko'p o'rin berilgani uchunmi, chiqqandan keyin ancha kitobxonlardan e'tibor ko'p bo'ldi. Bu yuzlab ilgari tilimizdan chiqib ketgan iboralar qaytadan tiklanib bular kirishi. Endi bu til masalasi mehnatga bog'liq. Yozuvchi agar mehnat qilsa, o'rgansa, buni tilni o'rganish mumkin. Endi boshqa jihatlari, u endi o'sha davrni teran o'rganish, samimiyat, mehr o'z qahramoniga. Keyin haligi muammolarni o'sha dolizarb muammolar ekanligini tushunish oqibatida bo'lsa kerak, endi roman yaxshi qabul qilindi. Yaxshi bo'lishiga bitta yana bir sabab bo'ldi. Maqsud Yunusov 5 seriyali telefilm qildi. Tele tomoshabinlarni sandiq xatlar keldi va bir necha yil davomida 5 marta qayta namoyish qilindi. Menimcha uni mashhur bo'lib ketishiga shu ham sabab. Endi boshqa tillarga tarjima bo'lishiga o'ylaymanki, buni rus tiliga tarjimasi u paytlarda hozirgidek davlatimiz hali mustaqil emas edi. Shuning uchun rus tilini ahamiyati katta edi. Boshqa xalqlarda o'zbek tilini bilish, unga qiziqish hali kam edi. Eng muhimi, bu tarjima qilingandan keyin u kamdan kam bo'ladi bu voqea. Zamonaviy jurnal Drujba Narodov o'shanda tiraji 200 mingga yetib edi. Ancha mashhur bo'lib qoldi. Shu jurnal bosdi. O'zi jurnalda bosilsa, boshqa mamlakatlarga tez tarqar ekan. Uni bos ustiga bu meni 50 yilligim bo'ldi. Bizni o'sha zamonamizning eng buyuk mashhur adibi, yozuvchisi Chingiz Aytmatov roman haqida menga bir katta xat yozib yubordi. Keyin bu xat asosida literaturniy gazetada chiqish qildi. Shundan masalan tez orada birinchi bo'lib Slovakiyada chiqdi. Keyin chex tiliga, slovak tiliga, Yugoslaviyada chiqdi, Almaniyada chiqdi, Vengriyada chiqdi, Bolgariyada chiqdi. Keyin bu Uyg'ur tiliga tarjima bo'ldi. Turk tiliga. Bizni o'zbek adabiyotidan buni ham nokamtarinlik deb o'ylamang. Eng ko'p tarjima qilingan asar jahon tillariga. Men hozir hammasi esimda ham yo'q. Mana shunaqa bo'lib keyin tarqaldi asar endi. Har holda Allohga shukr, bobomizni o'sha buyukligini qilgan ishlari ham fan uchun, Mavran Nahr uchun Ulug'bek davrida 40 yil davomida deyarli urush bo'lmadi, tinchlik bo'ldi. Shuning uchun fan, ilm rivoj topdi. Hozir esa O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov romani asosida tayyorlangan Ulug'bek xazinasi radio spektakldan parcha eshitamiz. O'zing sabr ato etgaysen, Rabbana. Nahotki bu sokin ko'chalardan yurmoq endi nasib etmaydi. O'zim bunyod etgan, chorak asr mudarrislik qilgan, eng mas'ud damlarim o'tgan bu madrasai muazzamni qayta ko'rmasam, undagi suyukli talabalarim bilan suhbatlasha olmasam, nahot juma namozi kunlari masjidi jomening tilla mehrobi oldida sajdaga bosh qo'yib, ruhan va aqlan o'zingga tavallo qilmoq baxtidan mahrum bo'lsam, Xudovandi Karim, nechun? Qaysi yozuqlarim uchun bunday ko'rgulikka mahkum etding, Xalloqi olam? Jondan aziz rasadxonamchi, nahotki rasadxonani ham ko'rolmayman. Ali qushchi, o jigar go'sham, sen bilan vidolashish ham nasib etmaydi. Chamasi kutubxona taqdiri ne bo'lganini bilolmay ketamanmi? Kelayotgan kim? Bizmiz on hazratni olib kelurmiz. Namuncha xayaladingiz. Assalomu alaykum on hazrat. Xush ko'rdik. Alaykum assalom. Bizga ruxsat on hazrat. Bu yog'iga mana shu navkarlar ixtiyorida dursiz. On hazrat, otdan tushib ichkariga marhamat qiling. Bu tunni shu bog'im maydonda o'tkazursiz.
kim bo'ldi ekan bu majnunvash? Assalomu alaykum ustod. Yo Rabbano, qalandar Qarnoqiy. Tanidingiz ustod. Seni madrasani tark etib, zohidlik yo'liga kirgan deb eshitgan edim. Bu yerda ne qilib yursan? Ayg'oqchilik qilib yuribman ustod. Bu ne so'z? Hazilmi? Yo'q, chin so'z bu ustod. Shayx Nizomiddin Xomushning farmoni ila rasadxonada hamda unga tutash bo'lgan shu bog'da ayg'oqchilik qilarman. Toki rasadxonaga ko'milgan tillo va javohirlarni, majusiylar va bedinlar bitgan kufr kitoblarini dahriylar shogirdlaringiz o'g'irlab ketmasin deya. Rasadxonaga javohirlar qaydan kelur? Bobangiz Amir Temur tillalari qayda? Ularni Mavlono Aliqushiga kim bergandir? Ya Alloh, maqsading rasadxonadagi tillalarni asramoq ekan. Nechun uni tashlab, saltanatdan judo bo'lgan shohni yo'qlab kelding? Muddaong nedir, darvish? Muddaom ilm ahliga yaxshilik qilmoqdir ustod. Ilm dargohini zohidlar go'shasiga almashib, qattiq yanglishibman. Asardagi Mirzo Ulug'bekning sadoqatli shogirdi, ilm ma'rifat fidoyisi Ali Qushchi obrazi ham nihoyatda e'tiborga molik siymo. Jaholatga bosh egib, yuksak qiymatga ega nodir manbalar Mirzo Ulug'bekning buyuk xazinaga teng bo'lgan asarlarni yoqib yuborishga amru farmon bergan zulmkorlardan bu noyob kitoblarni muhofaza etib saqlab qolgan ulkan jasorat sohibi ham aynan Ali Qushchi edi. Ulug'bek xazinasini yozar ekan, adib Odil Yoqubov har bir kichik jabhani ham e'tibordan qochirmaslikka va tarixiy voqelikni badiiy reallikda ifodalashga erishdi. Suhbatdoshimiz romanning tarixiy roman bo'lish bilan birga o'zida bugunning muhim ijtimoiy dolzarb jihatlarini ham aks ettirgani, umumbashariy g'oyalar mujassamligini e'tirof etdi. Ulug'bek siymosida muallif aslida ilm va jaholat o'rtasidagi adabiy kurashni, aql va kuch, nur va zulmat to'qnashuvini ko'rsatadi. Bu timsollar orqali u o'quvchini chuqur mulohazaga, o'z tarixini qayta anglashga undaydi. Yozuvchi bu roman orqali shunchaki tarixiy shaxs hayotini hikoya qilmagan, balki o'sha davr ruhiyatini, o'sha tarixiy haqiqat ortidagi insoniy dramani ochib bergan. Ulug'bekning ilmga, haqiqatga bo'lgan muhabbati, uning ziji, astronomik jadvali, G'iyosiddin Jamshid, Qozoda Rumiy kabi zamon olimlari bilan olib borgan ilmiy muloqotlari, bularning barchasi romanning tarixiy va ma'naviy poydevori hisoblanadi. Shu bilan birga asarda Abdulatif siymosi orqali makkorlik, xiyonat, ilmsizlik va johillikning qanday fojialarga olib kelishi ifodalangan. Odil Yoqubov bunday ijtimoiy falsafiy teranlikni yaratishda tarixiy ma'lumotlarga suyanibgina qolmay, balki ularga badiiy talqin va hayotiy tafakkurni ruhiyatini ham singdirgan. Shuningdek, Ulug'bek xazinasining yozilishi bilan Odil Yoqubov o'zbek romanchiligi tarixida yangicha yondashuvni namoyon etdi. U tarixni zamon muammolari bilan bog'lab ko'rsata oldi. Romandagi tarix faqat o'tgan kunlar haqida emas, balki bugun uchun ham dolzarb masalalarni o'rtaga qo'yadi. Ilm va jaholat o'rtasidagi ziddiyat, ota-bola o'rtasidagi murakkab munosabatlar, ijtimoiy mas'uliyat va shaxsiy e'tiqod o'rtasidagi ziddiyatlar bugungi kun o'quvchisi uchun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Ha, buyuk asarning shuhrati ham buyuk bo'ladi. Bugun kunga kelib Ulug'bek xazinasi romani dunyoning 60 ga yaqin tiliga tarjima qilingan. Yaqin yillar ichida uning yapon tilidagi tarjimasi ham Kunchiqar yurt kitobxonlari qo'liga yetib bordi. Ma'lumotlarga qaraganda bu tarjima O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov ijodidagi asarlarining jahondagi 90-tiliga tarjimasi sanalar ekan. Bundan ko'rinadiki, millatimiz tarixi qolaversa, buyuk siymolar, tarixda o'tgan sulolalar hayoti, o'tmish haqiqatlari hanuzgacha turli mamlakatlar aholisi, kitobxonlarni qiziqtirib, o'ziga maftun etib keladi. Ulug'bek xazinasi romani shubhasiz ana shu ma'naviy ehtiyojni to'la qondiruvchi nodir manba sifatida yuksak qadr-qiymatga ega. Bugun biz ayni shu asarning dunyoga kelish haqidagi ma'lumotlarni saqlab qolingan nodir yozuvlar vositasida yetkazishga harakat qildik. Mahoratli adib, o'zbek adabiyotining zabardast vakili Odil Yoqubov xotirasiga ehtirom ko'rsatib, uning bizga qoldirgan bebaho merosini yanada maroq ila mutolaa qilish, o'rganish va tadqiq etishda yana davom etamiz. Eshittirishimizda o'zining qimmatli ma'lumot va mulohazalari bilan ishtirok etgan tadqiqotchi
Adabiyotshunos Jahongir Komiljonovga minnatdorlik bildirib, ilmiy va kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sara asarlardan bahramandlik ila ma'naviy yuksaklikda bardavom bo'ling. Bir asar tarixi